Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hali payg'ambar bo'lib yuborilmaslaridan avval muvahhidlardan, ahli tavhidlardan edi. Zayd ibn Amr ibn Nufayl hali Rasululloh payg'ambar bo'lib yuborilmaslaridan avval Ka'baga bir kun suyanib turar edi. Qurayshlilar o'zlarining qaysidir bayramlardan birini nishonlab, erkagi, ayol, yoshi katta eng yaxshi qimmat chiroyli kiyimlarni kiyib, so'yishlik uchun atalgan, butlarga so'yishlikka atalgan qo'ylarni haydab borar edi. Ularni ko'rib turib aytar edi: "Ey Qurayshlilar, bu qo'yni Alloh yaratgan bo'lsa, osmondan suvni tushirib bergan Alloh bo'lsa, ko'katlarni undirib bergan Alloh bo'lsa, shukronasiga Allohga so'yishni o'rniga bu qo'yni butlarga atab so'yasizlarmi?" Hali Rasululloh yuborilganlari yo'q, hali islomga da'vat qilingani yo'q. Bu qissa nimaga dalolat qiladi? Shuncha ne'matni Alloh o'zi bergan bo'lsa-yu, sizlar uni qo'yib boshqaga sig'inayotgan bo'lsanglar.